Seni sevindim. Mahire Abdüghani. Bugün tağa yurmastalla uykum içilip gitti. Sebebi seni çüyep kaldım. Kolunda bir tal alma turgudek. Meni yavaldap berivatqideksen. Lekin yüzünü köremeyvatqidekmen. Özün ye dada. Dep boğuca gayip boldum. Qarıgandı menden ensirep qalğan oqşaysan. Cenim dada. Yaki bek seğinip ketkeş çüyep kaldım mı? Hazır bulanı oylığım yok. En ahırqı qitim seni qaçan köygen boğuydum. Toğra. Yekşembe külligi edi. Tolum g'amkin. Xuddi bütün dünyanın derdini mörengi artavagandek xiyal sürüp ketip etip ekansan. 100 qadam nerdi ko'rib, o'z ishimga aldırashmayaptiman. Dada deb chaqirmaptiman. Bir kecha o'tdi. Ertesi apamdan telefon topshirib oldim. Seni ketdi dedi. Dada, mana shu kundan boshlab sen ketding. Nurg'un pushaymonni, bek ochiq bir azobni bizga qoldirib ketding. Vadarix, tuniga dehba edigu deb qoldik. Dada deb chaqirib ko'rishgan bo'lsam-chu, gaplari bo'g'aymidi? Yakshanba bo'lgandan keyin yo'limga qaragan bo'g'aymidi deb qoldim. Mana bugunmi yakshanba? Yani kelib atalar bayrami. Lekin dada, men kimga deyman? Bayramingga muborak bo'lsin deb. Aksincha o'zing tushlarimda mening g'imimni yavatgan tursan. Jenim dada, seni bek sevdim. Men tug'ilganda xeyli kunlargacha meni qo'limga elib elib, to'ymay qarab o'tirdi ekansan. Buni apam deb bergan. Nemishqa qarab o'tiradi desam, apam yaxshi ko'rganligidan bo'lmamdi deb javob beradi. Ras. Bu yaxshi ko'rish butun umrimga singan ekan dada. Bek erka. Bekmi g'amsiz cho'ng bo'ldim. Seni badab ko'nglim bekmi butun edi. Qushlardek cho'g'irlab maktabdagi ishlarni, muallimning meni maqtaganlarini, sahnaga chiqib artist bo'lib olqishga erishganligimni deb bersam, eg'izing jumilmay kulib o'tiratdim. Undaq chaqladi apam, voy og'zillarga hezi bo'lsa, nemanch kulmak deb ketsa, balamdan faxrlanyapman deb texim kulatdim. Seni davomli kuldiraman deb o'ylaydim. Lekin undaq qilolmadim. Cho'ng bo'lgan siri xushalliqning o'rniga g'amlarimni, xafaliqlarimni, kallamdan o'tmagan ishlarning hammani gohida yig'lab, gohida turilib, gohida qaqoqlab uyga ko'tirib kiratdim. Bo'yim o'sgan bilan aqlim o'smagan chixi. Dadam mendan ansirab qolamu deganlarni xiyolimga keltirmay, so'zlab ish qornimni bo'shatib olib, uyga berib xotirjam uxlabdiman. Aksincha sen men uchun kechalab uyqudan qopsan. Yegining zahar, ishkining battan bo'pti. Hozirgi aqlim bo'lsa, san g'amlarimni demay, yolg'ondan bo'lsa-mu, dada, ishlarim bag'azir o'ng bo'lib ketyapti. Xizmatda ro'yim o'syapti. Mendan g'am qilma. Dada, bir yerim og'riyotamdi. Dada, ko'ngling nemini tatidi ip beray. Dada, bu ko'nglikni sana aldım. Dada, yeningda puling bormi? Oyog'im ko'nrab qapti. Ip beray. Og'zingni och. Bu navatni sep qo'yay demasmidim? Dada. Dada deb to'rt atrofga qarab qolaman deb o'ylamabdi ekanman. Mana bugun bayraming keldi. Lekin sen yo'q. Jenim dada, bayramingga muborak bo'lsin. Seni yuragimdan sevdim.
Dünyani möcüzələrə tolğan deyişidi. Rastkan. Dadamni katta deb necha yillar yosh to'kdim. Mana bugun quchog'imda yangi bir jon ko'zlarimga umid bilan boqadi. Menga qarab viriqlab kuladi. Barmoqlarga, yuzlarga qonmay sevib ketaman. Chachlarini purab huzur his qilaman. Endi qarsam, o'g'lim dadam rahmatiga bak o'xshaydi ekan. Kirpiklari, putlari, hatto qo'l barmoqlari, ko'zlari, qarashlari. Go'yo dadam qayta to'rilib, bizga bola bo'lib yashab boqqisi kelgandek. Ota-ona bo'g'ichining jafosini bizni bilsin, tushunsin degandek. Sen ketib, uyda sening gaping bo'lmagan, ta'rifing bo'lmagan, aslimagan bir kunmi yo'q dada. Anam bechara akamga qarab yig'laydi. Akamning ovozini, mingishlarini sana o'xshatadi. Qaysi kuni apam 3-4 kunlarga chiqib olmay o'rib tutib ketib qoldi. Sababi akam chaqchaq qilib uyga telefon urib, xuddi sen hayot vaqtida chaqirgandek apamga "Aman gulum, bugun mijozing qandaqroq? Puting yana og'riyotamdi" debdi-ki. Jinim apam hayronlikda dadasi bu silimo deb yig'lab ketibdi. Akam nima qilishini bilamay, "Apa, bu men, apa men o'g'lim" deb qayt tushundiribdi. Jinim dada, asli sen goh akamning vujudiga, goh o'g'limning men yig'lasam budruq qo'llarida yeshimni surtib bergan tasallilarga singib ketibdi. Sen ketmabsan dada. Akamning mehribonligidan seni istab, balamning sana o'xshash kulishlaridan seni ko'rib kelib etibdimiz. Mana bugun bayraming keldi jinim dada. Pat tushlarimga kirib tur. Seni ko'gimiz keldi. Tushimda bo'lsa boshlarimni silab qo'y. Anamga tasalli ber. Sen yo'q bechar mazlumni o'ri qilmag'imiz osonga to'xtamayotdi. Akamni bardam bo'l degin. Hamma ishni ichiga yutibamsan. Sana o'xshash, menga desin. Meni ko'taramaydi, apamni ansiraydi desa, qabri beshingga chiqib, sana deb ichini bo'shtivasin. Kim deydi erkak yig'lamaydi deb, yig'laydi. Dadasi ketganda, onaning ko'zidan yosh qurimaganda, qiz bir tuqqini dada deganlarning eg'izi qarab qolganda, bizni to'sima dada, hammamiz bir qapas yig'lab olaydi. Chunki seni bek sig'indik. Jinim dada, bayraming muborak.